futboli. Bu yerda hech qanaqa qonun qoidalari yo'q, vaqt chegaralanmagan, poylarning farqi yo'q, darvozalar o'lchami har xil, ba'zida tosh, ba'zida esa shunaqa sport anjomlari yordamga chiqadi. Mana darvoza, ana gol. Gazalkin Junior ajoyib bir yangilik. O'zbekistonda, xususan Bo'stonliq tumani Gazalkin shahrida futbolni rivojlantirish uchun o'z hissamizni qo'shib kelamiz. Biz yanada kuchliroq yangilik aytmoqchimiz. Barcha Gazalkin shahrida futbol sevuvchi barcha yoshlar, sizlar o'z mahallalarda chiqib futbol o'ynanglar. Biz o'z jamoamiz bilan ta'sischilari, asoschilari bilan qachondir baribir kuchli talantlarni qidiramiz. Qachondir biz xohlagan payt sizni mahallangizda paydo bo'lib qolishimiz mumkin va siz futbol o'ynayotgan bo'lsangiz, biz chetdan turib uni tomosha qilamiz. Ichingizda eng talantligini albatta o'z klubimizga chaqiramiz va qo'shimchasiga shu ko'chada bo'layotgan futbolda biz sizlarga sovg'a topshiramiz. Demak, yangi challenge. Siz o'z mahallangizda futbol o'ynang, biz esa sizni oldingizga kelib, sizlarga sovg'a ulashamiz. Barchaga omad. Challenge boshlandi. Mana bugun birinchi kundan boshlaymiz. Hisob hozir necha hisob? Hisob 6-5 mi 6-6? Ke, hadi qanchacha? Necha shot? 6-5. 6-5 kim tutdi? Bular yutyapti. Nechigacha? 7gacha. Hisob 7gacha, ha? Qaranglar, bo'lmasa hozir mana shu birinchi kuni, mana biz bu mahalla 4 va 6-dom. Adashmasam hozir 4-6 ga qarshi 3 o'ynayapti. 3 ga 4. 3 ga 4 o'ynashyapti. 3-chi va 6-dom qarshi o'ynayotgan ekan. G'alaba qozongan jamoaga necha kishilar mana? 1 2 3 4 5 6 7. Bu yoqda necha kishi? 5 ga 5 mi? 5 ga 5. Bo'ldi. Mana 5 ta odamga Gazalkin Junior nomidan sovg'a bor. Ketdik, davay. Ketdik o'yin. O'yinimiz qizilroq bo'ladi. Ketdik. Что подарок? Тебе каждый день даришь. Выигрышем что? Ну, не знаю, что он придумал сейчас. Купим что-нибудь. По мороженое купим. Почему? Нет, не дам. Нет. Давай еще. Нагадим сказали. Kurturuşlar, chiziqlar, mana qaytlardan chiziqlar. Qiziq o'yin boshlanib ketdi. Tush. Tush to'sam. Emotsiya. O'tdi. Mana test o'rganadi. Sanda o'tdi. Barbor esichi. Yaxshi ahamiyat beringlar. Mana yoqdagi darvoza, ikkita tosh. Yoqda esa Давай.
Mana shu domniki mana. Yur abi. Chapda. Давай, давай. Nekiz nima? Aka, nekiz nima? Nima de? Instagramda. Nekiz bormi? Men Baxtiyor Shoysipov. Bizni faqat chap qanotdan olib ketardi. Endi o'tdi, o'tdi sana. Asad Sardorra o'rnidan turmalar kechirma. Var ko'ringlar. Kelinglar. Demek uglovi balki so'nggisi bo'lar. Ko'ramiz, kuzatamiz. Jang. Tefik. Забили. Нет. Да, дорогие. Почти. Давай!
Kirmadi. Yo'llarga go'madi. Kirmadi. Ne hisob 6-6 bo'ldi. Sizlar so'nggi oxirgi gol kim yutsa shu g'alaba qozonadi. 3-5 dan 6-6. Ko'ramiz kimni qo'li baland kelar ekan. Comeback qilgan jamoami yoki ruhan o'zini tiklab olgan jamoami ekan. Проиграли? Макар, дерешь, что ли, там? Тур, ничего, тур, давай. Kazdom. 6 tur. Ular yutgani bilan biz Uchinchi dom muxlislar ko'proq olgan mana. А ты за кого болеешь? Я? За Лиха. Харвар, чек! Чек, bunu berasitgan ya? Bilmayman. Sürpriz. Ruki. Ya husni yordi. Bir pasda muxlislar armiyasini ham yig'ib oldik. Muxlislar, mana muxlislar. Azizlar, ana muxlislar hatto qo'shildi o'yinga. Yo'q. Yo'q. Gol bor. Birovga tikirsa ekan. Ko'cha-ku pravilalarni o'zingizga qo'yveringlar. Oy.
Hozir ikkita o'yinchi menda katta yaxshi taassurot qoldirmoqda. Bu mana shu darvozabon. Jamoada qatnashmasa, mana bu Ronaldo formasidagi haqiqiy jamoa yetakchilaridek harakat qilyapti. Eng ko'p zarbalar, eng ko'p harakat qilayotgan shu bolakay va hozirgi so'nggi daqiqalarda 3-dom jamoasini haqiqatan mag'lub qilgan shu bola bo'lib turibdi. Yo'q, men sud emas, men borman. O'ynaylar, davay. Sudiyasiz kelishib. Oy. So'rasa Ali. Barat qilyapti. Yo'q, hammasi boshida zo'r o'ynaydi, oxiriga kelganda hech qaysi barat qiladi. Davay, Ali! Ali, davay! Ali! Penalti emas, strafni o'yin. Turval yana bitta, ne? Yana bitta tur. Ha, urdi. Давайте, ну кто победит? Али пусть победит лучше меня. Он нормально будет пока. Давай, Али. Молодец. Oyna ma. Paket alın. Kan tep borç. Ko'raylikchi. Padyonda qani? Oy. Davay, bitta gol tezroq, ha. Qo'shamiz yigitlar. O, zaryadkam kam qopti meni. Bo'la 3% zaryadkam qopti. Nasıl? Demek zaryadkam foizi kam qolgani uchun golni tasvirga tushira olmadim, lekin 6-dom bilan terma jamoa 6 va 4 bilan birgalikda hosil qilgan zubor bo'lgan jamoa g'alaba qozondi va biz albatta bularga ya'ni tomonidan va'da berilgan sovg'ani hozir olib beramiz. Ungacha yana bir muhim narsa, bu bolacha bilan aloqaga chiqqandik. Sport maktabida shug'ullanar ekan, lekin ke darvozabon. Ke. Nima deding? Islom. Qara. Hozir kunda Gazalka Junior degan komanda bor. Shuni murabbiy bo'lib ishlayman. Agar xohlasang, seni biz klubimizga chaqiramiz. Hozir turnovkalarimiz ba'zi unaqada bo'lyapti. Harobiy maktabida bemalol kelib qatnashishing mumkin.
Sanga sovg'a sifatida 2 oy boshlanadigan 2 oyni tekin qilib beramiz. To'lovlarni tekin qilamiz. Xossandan adin telefon raqamini olib qolaman, yana tushuntiraman. Tushunarli, a? Bo'ldimi? Kelishdingmi? Davay. Rahmat, malades. Rostdan ham jon berdi. Endi bu bolacha shundoq ham bizda shug'ullanadi. Husniyor 2014-yilgimiz. Alixan oldimizda shug'ullangan va bu bola ham endi sport maktabida shug'ullanadi. Qolganlarni ham hozir gaplashamiz. Demak, sovg'alar. Hozir men kichkina sovg'a beraman, tayyorgarlik qo'ygan uchun 30 ming so'm miqdorida 6 kishiga 5 ming tushadi. Lekin bundan keyingi da bo'ladigan sovg'alar juda ham ajoyib bo'ladi. Bundan ham qimmatroq, yaxshiroq sovg'alar bo'ladi. Albatta, bugungi boshlanishiga yana 30 minglik sovg'a o'zimiz nomimizdan, shaxsan o'zim nomimdan beraman. Shunchaki qiziqtirish maqsadida. Ha, bolalar, tayyormisizlar? Tayyormiz. Tak. Ana, men bormayman. Hadi, mana ba'zi 30 ming emas. Mana. 40 ming beryapman. 6 kishi borib. Borib, qara, o'zlaring bilib narsa olarsizlar. Faqat behuda narsa ishlatmaymiz.